Azan.ru İslami sayti İhsan jurnalı bilen birlikte taqdim qiladi. Ro'ziga tayyorlik. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Uyimizga mehmon kelmoqchi bo'lsa, shu mehmonni kutib olishga tayyorlik qilamdik. Albatta, oldin ala tayyorlik qilamiz. Mana pat arada hammamizning uylarimizga, hammamizning hayotimizga eng ulug', eng suyumlik, eng qadrdan ko'pdan kutgan mehmon keladi. Bu bo'lsa muborak Ramazon oyi. Mana bu mehmonni, sharafetlik Ramazon oyini kutib olishga tayyormisiz? Ramazon oyini kutib olishimiz uchun mana shu amallarni ishga oshiraylik. Birinchidan tavbaga kelaylik. Tavba deganimiz günah masiyatlarni tark qilib, Allohning oldida yuraklarimizni paklab, amallarimizni tuzashdir. Bu bek muhim. Chunki günah masiyatlar odamni nurg'unlagan fazilatlik ishlardan, savoblik ishlar amallardan to'saydi. Hasanul Basri rahimahullohga bir odam kelib, ba'zida men kechlarda turib tahajjud namozini o'qiyman deb niyat qilaman, lekin o'qimayman. Bu nima sababdan deb so'rabdi. Hasanul Basri sening gunohlaring seni bog'lab qo'ydi dedi. Ya'ni gunohlaringning tufaylidan sen tahajjud namoziga tura olmading. Gunohlaringning tufaylidan nurg'unlagan savoblik, fazilatlik ibodatlardan mahrum qolding dedi Hasanul Basri. Shuning uchun Ramazon oyi kelishdan burun tavba istig'for aytaylik. Men ro'zada o'zgaraman, ro'zada Ramazonda tavba qilaman demasdan, balkim hozir yuraklarimizni paklab, amallarimizni tuzab, Allohning oldida tavba istig'for aytaylik. Ikkinchi, duo qilaylik. Bo'lto qaytish bo'lganlar bir yil ro'za tutamaydi. Kelar yilgacha kim bor, kim yo'q, bir Alloh taolo o'zi biladi. Shuning uchun Alloh taologa iltijo qilib, "Ya Rabbim, meni Ramazongacha aman esan, sog' salomat yetkazgin. Ramazon oyida ro'za tutishimga, ro'zaning savoblariga erishishimga menga nasib qilgin" deb Alloh taolodan tilaylik. Uchinchi, niyat qilaylik. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bir mübarek hadisda, agar inson bir yaxshi ishni qilaman deb niyat qilgan bo'lsa, biroq shu ibodatni, shu amalni ba'zi bir sabablar bilan qila olmagan bo'lsa, Alloh taolo uningga niyat qilgani uchun bir savob beradi dedi. Agar shu amalni ado qilgan bo'lsa, Alloh taolo uningga 10dan 700 gacha, hatta onundan mı ko'proq savoblarni beradi dedi Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem. Shuning uchun hozirdan tatib Ramazon oyida men ro'za tutaman. Ramazon oyida men tarovih namozlariga qatnashaman. Ramazon oyida men Qur'on tilovat qilaman. Ramazon oyida men ro'zadarlarga iftorlik beraman. Ramazon oyida xayr, ihson qilaman deb niyat qilaylik. Agar ba'zi bir sabablar bilan shu ibodatlarni qila olmasak, hech bo'lmaganda niyatning savobini topamiz. 4-chi, ro'zaning ahkomlarini o'rganaylik. Ro'zalarimiz durust ham maqbul bo'lishi uchun ro'zaning qoidalarini bilishimiz kerak. Ro'zani buzadigan, buzmaydigan, Ramazon oyida qilishga tegishli bo'lgan amallar bor. Mana Ramazon oyi kelmay turib, shu ro'zaning ahkomlarini kitob o'qish orqali yoki imomlardan so'rash orqali o'rganaylik. 5-chi, Qur'on o'qishni o'rganaylik. Ramazon oyi Qur'on oyi. Ramazonda Qur'onni ko'proq o'qishimiz kerak. Shuning uchun biz Qur'onni tehi o'rganmagan bo'lsak, ro'za kelishdan burun Qur'on o'qishni o'rganaylik. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni aman esan, sog' salomat Ramazonga yetkazib, Ramazon oyida ro'za tutishimizga, ro'zaning savoblariga erishishimizga Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Azan.ru Iman
Ислам – ихсан. Подписывайтесь на наш канал.